Qoraqalpog'iston tumanining eng olis mahallalaridan biri hisoblangan Jarqoq mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Bu yerda bahorning tarovati o'ziga xos ko'rinishda namoyon bo'lyaptiki, bu har bir kishining ko'ziga tabiatning naqadar go'zal ekanligini yana bir karra aks ettiradi. Va ona tabiatimizda bugun dehqonchilik bilan baraka topayotgan aholi Jarqoqda ko'pchilikni tashkil etadi. Buni biz mana bu dalalarda ekilgan kelgusida sarxil qovun tarvuzlarni xalq dasturxoniga yetkazishni niyat qilgan yurtdoshlarimiz fikri orqali ham bilib olishimiz mumkin. Yerning xazina ekanligi xalqimiz tomonidan bot-bot ta'kidlanadi va bu xazinadan foydalanish uchun esa albatta tashabbusni ham qo'ldan bermaslik kerak. Qoraqalpog'iston tumanidagi Jarqoq mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Dilnavoz Farmonovadagi Shijoat ham uni ona zamindan unumli foydalanishga chorlab kelmoqda. Turmush o'rtog'i Mustaqim Ismoilov bilan birga hududdagi yerlarda ijara shartnomasi asosida 7 gektariga polis ekinlari ekib, el dasturxonlari to'kinligini ta'minlashga hissa qo'shish niyatida. 7 gektar yer oldik. 4 xil qavun ekdik, nasib bo'lsa, iyunni boshi bilan, mayni oxiri, iyunni boshi bilan chiqaramiz. 30 kishini ishlatamiz. 7-8 yildan buzun shug'ullanamiz. 300-400 million ham olamiz. Bir yilda. O'tgan yil ham yomon emas, yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Har kuni ertalab ishchilar 8 dan keladi, biz 6 dan yerni ichiga bo'lamiz. Ishchilarni 8 dan 5 gacha ishlatamiz, 1 soat dam beramiz, olib kelamiz, etib qo'yamiz uylariga. Hosildorlikni yaxshi beradi. Yerga qarasangiz, o'tashini qilsangiz, ximikatini bersangiz, qaravini bersangiz sizga beradi yer. Ayni paytda qovun va tarvuzning hosildor navlarini ekib, ularga mehr bilan parvarish berayotgan hamyurtlarimiz barakani ahillikda deyishadi. Bunday ibratli mehnat faoliyati esa o'z natijalarini berishi shubhasiz.